O'zbekistonda ilk bor 3-4 aprel kunlari Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammiti bo'lib o'tdi. Bu kun tarixda qoldi, chunki Samarqand yana dunyo taraqqiyot markaziga aylanmoqda. 3-4 aprel kunlari dunyo nigohi Samarqandga qadaldi. Chunki unda Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yangi O'zbekiston tarixidagi eng yaxshi hodisalardan biri haqida Bright O'zbekistonda batafsil suhbatlashamiz. Sammit oldidan prezident Shavkat Mirziyoyev Euronews'ga intervyu berdi. Unda sammitdan ko'zlangan maqsad va kelajakdagi istiqbolli loyihalar haqida bafurja so'z borgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan sammit ishida Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costa, Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov ishtirok etishdi. Kelajakka sarmoya kiritish shiori ostida o'tkazilgan tadbirda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Yevropa investitsiya banklari rahbarlari ishtirok etishdi. 2 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costa bilan norasmiy uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda ikki tomonlama va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Reno Basso bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat jarayonida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, xotin-qizlar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, davlat xususiy sherikchilik loyihalarini, shu jumladan ta'lim, suv ta'minoti, maishiy chiqindilarni qayta ishlash kabi muhim yo'nalishlarda kengaytirish masalalari diqqat markazida bo'ldi. Shundan so'ng Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti doirasida Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida Toshkent shahrida Yevropa investitsiya bankining mintaqaviy vakolatxonasi ochilishiga kelishib olindi. Yevropa Ittifoqining rahbarlari yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar dasturini, shuningdek Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik, ishonch va sheriklikni mustahkamlash borasidagi siyosatni yuksak baholadilar va qat'iy qo'llab-quvvatlashni bildirdilar. Muzokaralarda asosiy e'tibor innovatsiyalar, yashil energetika, tog'-kon tarmog'i, qishloq xo'jaligi, transport, logistika, raqamlashtirish va boshqa yo'nalishlarda qo'shma dastur va korporatsiya loyihalarini ilgari surishga qaratildi. Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi formatidagi birinchi oliy darajadagi sammit kun tartibidagi masalalar hamda Yevropaning global darvoza strategiyasi doirasida ikki mintaqaning o'zaro bog'liqligini kuchaytirish istiqbollari ham muhokama qilindi. Shundan so'ng esa O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costa va Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen huzurida O'zbekistonda Yevropa investitsiya bankining mintaqaviy ofisini ta'sis etish to'g'risida bitim imzolandi. So'ngra rahbar hamkasblar birgalikda ramziy ma'noda daraxt nihonlarini ekishdi. Shundan so'ng Markaziy Osiyo rahbarlari bilan birgalikda uchrashuv o'tkazildi. Unda kelajakdagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Shu tariqa Samarqanddagi Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi sammiti uchrashuvlarga boy va sermahsul o'tdi. 4 aprel kuni Samarqandda Markaziy Osiyo va Yevropa Kengashi birinchi sammiti o'z ishini rasman boshladi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev kirish nutqi bilan sammitni ochib berdi. Barcha ishtirokchilarni qadimiy Samarqand shahrida qutlab, yevropalik sheriklar va mintaqa rahbarlariga minnatdorchilik bildirdi. Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitida delegatsiya rahbarlari ikki mintaqa o'rtasidagi munosabatlarni yanada rivojlantirishning dolzarb masalalarini muhokama qilishdi. Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo rahbarlari va Yevropa Ittifoqi yetakchilari ishtirokida Samarqand xalqaro iqlim forumi bo'lib o'tdi. Forumning yalpi sessiyasi
sessiyasida Mirziyoyev nutq so'zladi. Xalqaro iqlim forum doirasida BMT bosh kotibi Antonio Guterres forum ishtirokchilariga video murojaat yo'lladi. Ishtirokchilar orasida 2000 dan ortiq xorijiy mehmonlar, jumladan milliy va global ekologik tashkilotlar, xalqaro tuzilmalar rahbarlari, ekspertlar, olimlar va jurnalistlar, biznes vakillari ham ishtirok etishdi. Kun tartibiga muvofiq Markaziy Osiyo oldida turgan dolzarb iqlim muammolari muhokama qilindi. Ekologik barqarorlik, yashil iqtisodiy taraqqiyot va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda mintaqaviy hamkorlik masalalari ko'rib chiqildi. Shu bilan birgalikda 5-aprel kuni Nukusda O'zbekistonning ekologik muammolariga san'at loyihalari orqali e'tibor tortishga qaratilgan Orol madaniyat sammiti o'z ishini boshlashi ma'lum qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutqida kelajak avlodlar barqaror, xavfsiz va farovon dunyoda yashashi uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rish umumiy maqsad ekanini yana bir bor eslatib o'tdi. O'zbekistonga tashrif buyurgan mehmonlarga O'zbekistonning qadimiy va navqiron shaharlari ko'rsatildi. Buxoro va Samarqand kabi qadimiy shaharlar mehmonlarda katta taassurot va qiziqish uyg'otdi. Dunyo va O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni Bright O'zbekistonda kuzatishni davom eting.